Assalomu alaykum jigarlar. Bugun anjuman challenge'imizning 92-kuni. Abror bilan hamisha birgalikda, xudo xolasa bugun 92 ta qilmoqchimiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar. Jigarlar mana 92 ta qildik. Kecha birovga tashladim videoni. Nimaga 92 ta qila olmaysiz? Abror akam qilyapti ekan u. Deyishganiga bugun Naprsinga bo'lsa ham 92 ta qildik. Meni himoya qila olmas ekansiz deb kelinlarni gapirib yubordi. Mana qo'ldan kelgancha qildik endi. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar.